Assalamu alaikum. Bütün dünyadaki kardeşlerim, halkım, prezentlerim, dünyanın her yerdeki vatan içi deşideki kardeşlerim, hemmenlerine samimi salam, âli ihtiram. Ben bir neçe günden aldığımda Uygurlarının ki birlik septoğurluk birinci kısmını sözleyen sizlerdi. Hazır bugün onun devamını, ikinci kısmını sözlemekçiyim. Sözlerimde zanlama anladığımda ben birlik septoğurluğuna kattık. Eğer chet elde bulup atkan hadiselerini dedim. O yok emez, bulup atıda devamlaşıp atıda. Hem bop geldi. Vatanın içinden tatip, vatanın teşhiğiçe, bütün dünyada Uygurlarının çekip atkan azap, okuvvetleri, aşıla, vasıtıcı sebepçi. Bizni besi vargan tacavuzçılar, katıllar onu ikinci, üçüncü kollar bilen davamlaştırıp gelmektedir. Özünün bizge boğan zoravallığını ve zulümünü. Hem chet eldeki Uygur davasını aşılarının kolu bilen ve aşılar bilen birlikte tarmar kılış için tırışıvatıdır. Hem nurgun davada çekinip ketadigan ahvallarını yüz berdi, nurgun davagarlarga qattiq zarba berildi. Bu birlik septinin, Xitayning tayyorlagan birlik septinin kuchi deb qarasak bo'ldi. Lekin bu yerda Allohning kuchi ve Uygur xalqining kuchi, yani qahramonlarimizning kuchi, da'vogarlarimizning kuchi, bizni qo'llayotganlarning kuchi bormi degan vaqtida bor. Men birinchisida hammani shundoq urib so'qab o'tib ketdim, undaq emas. Bütün hammasi bo'lib ketdi desak, bu millat qanday ozod bo'ladi? Endi ikinci kısmını bugün sizlarga izohat beraman. O bolsunmu bizning Uygur davasını hozirgacha birlik sep bilan elishgan holda ve ularga yo'l bergan holda, tutishmay turib qilgan holda davomlashtirib kelayotgan bir qism da'vogarlarimiz, qahramonlarimiz yana davomlashtiryapti. Shunda ig'ir besim ostida shundaq davoni yana etmayapti. Masalan, men o'zim ketgandan keyingi ahvollarni men sizlarga deb o'taman. Uygurlarning lager meselesi dehşet ig'ir o'tirg'i chiqib qirg'inchilik bo'layotgan vaqtda şu Amerika'nın özü dilli bir misal o'taman. Dunyoning hamma yerida yana undaq da'vogarlarimiz bor-ku, hargiz undaq tugab ketgani yo'q. Birlik sep undaq gap demaydi, lekin shundaq ig'ir ta'sir ko'rsatdi. Masalan, Amerika'nın o'zida deydi. Şu Quzat Altay Uygur Amerika uyushmasiga rais bo'lib chiqqandan keyin Amerikada nima cho'ng o'zgarishlar bo'ldi? Yoshlar ichida degan vaqtda şu lagerni Xitoy shundaq dahshatli qirg'in qilib, başı uchurni internetden hamma narsani qamal qilib, dunyoga uqtaymaymiz deyotgan vaqtida yoshlar Uygur Amerika uyushmasiga saylanib chiqdi. Uygur Amerikadagi Uygurlarning tarixida misli ko'rilib boqmagan bir masala orqa maydonga chiqdi. Yeniliklar. Birinchi bular Uygur Center deb Uygurlar davomli uchrashadigan o'rin, ofis ve yig'in zali, nazir chiroq qiladigan, Uygurlar faoliyat etadigan, hozirgacha meshadi cho'ng bozorlarni ichib hayron qolarlik bir mo'jizalarni maydonga keltiryapti. Şu Quzat Altay chiqqandan keyin bu Quzat Altaylar bilan yoshlar Alpidar ve shunga o'xshash boshqa yoshlar hammasi birlashib chiqib, yoshlar bir qur Uygur davosini yaxshi etmoqda. Bununla lager şahitleri ve vatandan yeni çıkan ziyalilarning ichidagi guvohlikdan o'talaydigan nurg'un masalalarni bildiganlar maslashib, yoshlar Uygur davosini Amerikaga anglatishda ve Amerika kongresining ichida etmengishda tarixda ko'rilmagan. Masalan, biz 38 kongres 100 senatorning qishiga kirsak, ya 5 yillik ko'rishalaydik, ya 2 yillik ko'rishalaydik, ya 3 yillik ko'rishalaydik. Ya ikkimiz kirdik, ya uchimiz kirdik, ya birimiz kirdik. Tercüman bilen kirsem ben 2-3 adam bilen kirettim. Bu ketimde ulan nemini kozgadı diye vakit. Bütün halkı seferberlik kozgadı. Lager meselesine, kırgınçılık meselesine buluvatkan hadiselerini kongreska yüzlep Uygurlar kirip her bir kongres azalarının aldığı yüz isteplerinin, yardımcılarının özlerinin aldığı kabul kıldırıp durup kongresinin içi xuddi vatanimizning ichida bozorning ichiga to'shib ketgandek Uyg'urlar to'shib ketdi.
Uyg'urlarni aşında qo'rqmay kongressga, tashqi ishlar ministeriga va boshqa tashkilotlarga, NGO tashkilotlarga hamkorlashib turib kirdigan butun safarbarlik o'tadigan holatga keldi. Ana ash Uyg'ur Center'ning qurilgandan keyin bu Uyg'ur Center'ning ichida bütün biz da'vo qilgan jarayonimizda qarindoshlar Oqsaroydan adam oldimizga kelib unda majlisda ichib biz bilan birga o'tirib bizni qabul qilgan u yerda. Ko'rishgan, o'nglagan, lekin Oqsaroydan, Tashqi ishlar ministeridan, Amerika kongressidan, senatoridan har xil tashkilotlarning odamlar kelib, bizning Uyg'ur Center'da Uyg'urlar bilan yüz uchrashib, Amerikaning yuqori darajalik amaldorlari, siyosatchilar Uyg'urlar bilan quchoqlashma, hamkorlik, Uyg'ur davosini qanday bir taraf qilish, Uyg'urlar qanday yordam qilishda hamkorlik guruhlari maydonga keldi. Mana mushunda qilish jarayonida Uyg'ur davosida mush lager masalasida, qirg'inchilik qilgan masalada, bolalarning qo'saqni elvatgan masalada, har xil masalalar ustida Amerikada qonun ma'qulladi. Amerika Kongressi oqimi qonun ma'qulladi, tashqi ishlar ministeridan pozitsiya bildirdi va Uyg'urlardan kelib, Uyg'ur Center'da hol so'radi. Bu mushu yoshlar saylanib chiqqandan keyingi boshlangan ishlar va islohot Uyg'ur davosida etgan. Birlik saplar shunchalik tirishdi. Ularni mushuna qoplab, qo'rchab, to'rning ichiga yetishgan. Lekin ular bo'y bermadi. Masalan, lagerdan chiqqan lager shohidlari bilan mush Alpidar qizlar andigin ikkinchi qitim Quzat Altay bir qaror bo'lib chekinib, Alpidarlar va Alpidarning atrofidagi yoshlar yana saylandi. Saylangandan keyin mush bütün lager shohidlarini elib chiqib, har 2-3 kunda bir qitim namoyish, har 2-3 kunda bir qitim kongressning ichida, har 2-3 kunda bir qitim State departmentining ichida, Oqsaroyning ichida kechi kunduz ular bolallarini, uyini tashlab qo'yib turib, Uyg'urlarning ovozini oltishda, Uyg'urlarning yig'isini, Uyg'urlarning ahvozarini dunyo siyosatchilarining etikiga to'kdi. Bu ma'qullangan qonun, deyilgan siyosatni to'xtab qolmaslik uchun davomlashtirdi. Bo'libmi lager shohidlarini hamma shtatlarga olib, dunyoning hamma yeriga olib, ularni naq maydonda ko'rgan masalalarni yetkazib, lager shohidlari Alpidar boshchiligidagi bir guruh Uyg'ur davosini oltishda dahshatli harakat etdi. Uşaq balları, aşlarınki öylері var. Qanda vaqtida ko'rsangiz siz uni Oqsaroyning oldida namoyishda ko'rasiz. Qanda vaqtida ko'rsangiz Uyg'ur Center'ning ichida shular bilan muzokirada ko'rasiz. Qanda vaqtida ko'rsangiz tashqi ishlar ministri lager shohidlari boshqa da'vogarlarga tarjimonlik qilayotganda ko'rasiz. Qanda vaqtida ko'rsangiz Oqsaroy kongress senatorining ichida ko'rasiz. Mana shundaq senatorlarning, kongresslarning, tashqi ishlar ministrining Uyg'urlar bilan quchoqlashma da'vo etib berishi, o'rtoqlashishi xuddi do'st bo'lib, burunqidek orliq qo'yib, dim burigratning yo'qab, mushunaq maydon kelishda, yoshlar bo'lib, Alpidar boshchiligidagi yoshlar cho'ng rol o'ynadi. Mana mush paytda mana Uyg'ur Center'da bütün Uyg'urlarni Amerikada birlikka akeldik degan vaqtimizda endi nechitmi quradigan mechitni o'tirg'i chiqdi, boshqa masalalarni o'tirg'i chiqdi, hozir birlikda o'rtaq ish qilyapti. Yani onundan başka teşkilatlarımı özünün bilişçi işini kılıvatıdır. Ama şu her qandaq adamın özünün qığını özüge beriş gerek. Bütünley mutlak birlik seppele yoqab ketdi davаны desek xalq ümitsizlenidir. Hem bizim undaq desek hata qilgan bo'lamiz. Men endi birlik seppning Uyg'ur davasıga köketken nayt qattiq ziynini bir qitim birinchi qismida yetkizdim. İkinci qismida men şu Alpidar boshchiligidagi yoshlarning islohot qilib Uyg'ur davosida yangi o'zgarish akagini bugun ikkinchi qismida sizlarga tanishtirdim. Biz mana mushundaq yoshlarimiz bo'lsa, mushundaq qahramonlarimiz bo'lsa, yana to'xtamay davomlashtiramiz, xalq umidsizlanib ketmanglar. Unda mutlaq tugab ketadigan ish yo'q. Men o'zimning hissiyotim bilan shu ko'rayotgan, bilayotgan narsalarni xalqqa berdim. Bu ras birlik sapning tutunda qoplab Uyg'ur davosының oldiga gira kirayotganligi ras. Lekin buning bo'y vermay yoshlarning
bulup mu hazırlık aldığın sepki çıkanlarının kahramanlarca aldığın ötüp durup yani bir kısım adamların davanı dünyanın hem yerde hep bağın rast. Mesela İvey Çarpı deyimiz, Uygur Amerika uyuşması deyimiz Amerika'da davanı müşnak davamlaştırdı. Rahmet sizlerge, hemminlerge yani bir kıtım salam. Ben üçüncü kısmını yanılmış bir hafta içerisinde davamlaştırdım.